men trader emasman, olib sotmayman, men investorman. O'zi qaysi payt eng to'g'ri payt hisoblanadi investitsiya boshlash? 100 ming dollar tikib 1 milliard yoki 1,5 milliard dollarga olib chiqishgan. O'sha 100 dollari qatga tiking, qatga tikish mumkin. Men aytaman, men 3 oydan keyin nima bo'lishini bilmayman, lekin 3 yildan keyin bu aksiyaga nima bo'ladi deb so'rasang, men aytaman, sen plyusda bo'lasan deyman. Necha pullik o'zingizda hozir investitsiya qilgansiz? 40-50 million dollar. Forex bilamizki, pullar alishtirish bor. Muvaffaqiyatli bo'lgan treyderlarni juda kamini bilaman. Maqsad balkim tagida kurs sotishdir. Maqsad balkim o'zini qanaqadir produktini o'tkazishdir. Tajribali investor har doim pulini saqlab qolish haqida o'ylaydi. Qaysi sohalarga pul tikkan yaxshi deb bilasiz, как investor sifatida? 3-4 yil ichida 20-30 ta loyihaga investitsiya kirgizishga ulgursangiz, Ustozlarning an'anasi bor. Pichoq oldin o'zingiz suqib ko'r, og'rimasaga ko'rasan degan narsa. O'shanga o'zimizga suqib ko'rdik. kriptovalyuta bu eng riski baland bo'lgan moliyaviy instrumentdan bittasi hisoblanadi. Meni missiyam, meni asosiy faoliyatim aktivni saqlab qolish emas, aktivni ko'paytirish. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir bora hammani M-Factor kanalida yana bir bora onlayn ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kamera ortida. Bugun yana bir qiziq suhbatni niyat qilib boshlayapmiz. Umid qilamizki, barcha kuzatuvchilarga manfaatli va xayrli bo'ladi degan umidni o'zimizga moslab, hozirda ayniqsa o'zimizga qiziq bo'ladigan temalar ko'targan narsamizni an'anaga, urf-odatlarimizga ko'ra auditoriya bilan ham bo'lishgan holatda ilmni olishni niyat qilganmiz va bugun biz bilan yaqin mana yana bir akamizni o'zim yaxshi bilgan va hurmat qilgan bir necha yillik investitsiya tajribasiga ega bo'lgan holatda Bahrom akam Abduqadirov. Assalomu alaykum yana bir bora. Bahrom aka. Assalomu alaykum. Katta rahmat taklif uchun. Rahmat. Bahrom akamlar bilan tanishganimda investorlik bo'yicha bir ikki maslahatlar bilan, suhbatlar bilan boshlanib va hozirda shu ilmni o'zim chuqur bora yanada o'rganishga harakatini boshlaganman. Mana kechagina yana bir investorlik kursiga yozilib ham boshlanib, qiziqishimiz ortib boryapti. Bu mavzu men o'zim mana 24 yoshda bo'lsam, bora endi balkim yosh kattalarga ham, yoshlarga ham, ayollarga ham, erkaklarga ham manfaatli bo'ladi degan umidda, lekin suhbatimizni aynan o'zimizni tengdoshlarga oson va dangal qilib tushuntirishga bir niyat qilganmiz. Umid qilamizki, manfaatli bo'ladi. Bahrom akam haqida qisqacha ma'lumotni ulashib qo'yamiz. Men o'zim ham bir ma'lumotlarni ko'rib o'rganib chiqqanimiz edi. Oldin ham tanishganimizda o'zlari ulashgan edilar. 10 yildan oshiq davlat sohasida, ya'ni investitsiya vazirligida tajribalari bo'lgan va undan keyin 3 yillik xalqaro moliyaviy konsalting yo'nalishini boshqarib, iminni o'sha sohada yuritib olib kelishyapti. Va undan tashqari Pekin universitetlarida, Tsinghua universitetida dunyoning yetakchi bo'lgan o'sha universitetlardan birida 100% grantlar bilan o'qish ta'limini olganlar. Va undan tashqari hozirda O'zbekistonda bu narsani yana suhbatimiz paytida yaxshi bilib olasizlar. Qaysi kompaniyalarga aksiyalarni olganlar, bu davlat tashkilotlari ham, частный tashkilotlarni ham, uning ichida biz bilgan va ko'plarga o'sha balki ma'lum bo'lgan Imanlar bor, Iman Investlar, undan tashqari Tasvision kompaniyalari va yana ko'plab boshqa kompaniyalar, davlatga tegishli kompaniyalarni ham intervyu paytida o'zlari ulashib beradilar. Shu narsalarni endi men o'zim qisqacha tanishtirishga harakat qildim, ma'lumot bergani. Umid qilamizki, yana suhbatimiz davomida Bahrom aka o'zingiz bilan chiroyli suhbatni ochamiz va undan tashqari men bilan birgalikda bugun Doniyor akam, yaqin birodarimiz, suhbatni qurib borishimizga yordam beradi. To'g'ri, Doniyor aka. Xo'p, assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Xudo xolisa bugun Bahrom akam bilan bir investitsiya sohasida bir yaxshi bir mavzuga ochib qildik, boshladik va eng asosiy mavzuyimiz bugun biz aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz asosan o'zimizning yoshimizda bo'lgan odamlarga, Ulug'bek akam aytib o'tganlaridek, masalan 24 yoshda masalan biz boshladik, masalan deylik, qiziqish bo'ldi, investitsiya qilish kerak ekan, qayerda investitsiya boshlash kerak. Hozir mana bizda O'zbekistonda endi qo'shimcha aytganda trendda bo'layotgan masalan mulk deymiz, real estate deymiz, shu narsalarga ko'p yoshlarni qiziqtirishadi. O'zi u qanchalik to'g'ri, undan tashqari o'zi biz bilgan, bilmagan investitsiyalar bor yo'qligini o'shanga bir yaxshi ekspert Bahrom akam o'zlaridan bir eshitib qolamiz. Bahrom aka, o'zingizdan bir boshlab, o'zingizni bir tanishtirib yana bir bora qo'shimcha qilaman. Suhbatimiz davomida qiziq bo'lishi uchun auditoriyaga ham qiziq bo'ladi. Treyderlik bu o'zi investorlik hisoblanadimi, yo'qmi? Bu narsani ham
ayniqsa o'zimizga qiziq bo'lgan va investitsiyaga qaysi sohalar kiradi, ya'ni nimalarda investitsiya qilish mumkin, o'sha tarafini ham birgalikda ochamiz va umid qilamizki, kommentariyada o'zinglarning ham fikringlarni qoldirsanglar bizga qiziq bo'ladi. O'zinglarning fikringlar, bizadan umuman boshqacharoq fikrlar bo'lsa ham qarshi emasmiz. Suhbatimiz orasida endi o'zimizni Angliyada ta'lim olganligimiz uchun inglizcha so'zlar ham yoki ruscha so'zlar ham hozir juda mashhur bo'lib ketgan birinchi so'zlar bor. sentensidan boshlandi birinchi. O'sha narsalarni ham ulashib ma'lumotini berayotganimizda to'g'ri tushunasizlar degan umidda suhbatlarni boshlaymiz. Bahrom aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Katta rahmat taklif uchun. Men Bahrom Abduqodirov va men venture investorman. Men tavakkalchilik qilishdan qo'rqmaydigan sarmoyadorman. Yosh ijodkor yoshlarni orzularini amalga oshirish uchun imkoniyat yarataman. Hatto ularni onalari ularga ishonmasa ham men ularga ishonishim mumkin. Meni investitsiyalarimni jalb qilish uchun ular обязательно albatta meni qarindoshim yoki tanishim bo'lishi shart emas. Ularni qayerdan va kimligidan qat'iy nazar, agar ijodkor va talantlik yigit va qizlar bo'lsa, o'shalarni loyihasini moliyalashtirishga harakat qilaman. Bugungi kunda 10 dan ortiq IT startup loyihalariga sarmoyamni kirgizganman. Ularning orasida shu xalqimiz bugungi kunda foydalanib keladigan Iman Invest fintech yo'nalishdagi startup. Bu meni investitsiyalarimni birinchilaridan birinchisi bo'lgan. Undan keyin искусственный intellekt deydi, artificial intelligence. U yoqda Tasvision loyihasiga ham investitsiya kirgizganman. Bu juda boshlang'ich stadiya deydi, hali boshida early stage paytida kirgizganmiz. Ya'ni u paytda ularga hech kim ishonmaydigan paytda biz shunaqa founderlarni qo'llab-quvvatlaganmiz. Zo'r. Agar boshlamoqchi bo'lsangiz, bemalol birinchi osonroq savollardan bir umid qilamizki, auditoriyaga ham bo'lish uchun. O'zi investorlik nima u? O'shandan bir ma'lumotini olsak, investor kim yoki o'sha nimalar bilan shug'ullanadi? Investor hozirgi hayotidan enjoy qilmasdan ishlab topayotgan mablag'larini u ishchi sifatidami yoki tadbirkor sifatidami ishlayotgan daromadlarini jamg'arib, uni investitsiya qilish va oxir oqibat haligi daromad olish, stabil yoki passiv deb aytiladi. Bir marta ish qilinadi va undan keyin boshqa ish qilinmagan holatda oladigan daromad oluvchi egasi haqida aytiladi. Endi bizning O'zbekiston bozorida bir qancha moliyaviy instrumentlar bor. Bularga masalan publichniy kompaniyalar deydi. Toshkent fond bozorida aksiyalari chiqarilgan kompaniyalarni, aksionerlik jamiyatlarini, aksiyalarini sotib olish orqali siz o'sha aksioner jamiyatini qisman egasi bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari siz O'zbekistonda o'sha bondlar bor, haligi qarz hujjatlari, o'sha bond hujjatlarini sotib olish orqali daromad olishingiz mumkin. Ko'chmas mulk, buni ishiga turar joy va noturar joy loyihalari kirishi mumkin. Undan tashqari yana haligi aytib o'tganimdek startup loyihalariga investitsiya kirgizish mumkin. Yana bizda shunaqa termin bor, private equity deydi. Bu unlisted company, ya'ni publichniy bo'lmagan korxonalarni, частный korxonalarni, do'lalarni sotib olish orqali o'sha siz sarmoyadorga aylanishingiz mumkin, u kompaniyani egasiga aylanishingiz mumkin. Bu loyihalarga har xil vaqtda a'zo bo'linadi. Masalan, noturar joy loyihasiga investitsiya qilish uchun siz 5 ming, 10 ming dollar bilan kira olmaysiz. U yerga kattaroq mablag' kerak. Hali entry ticketi unda balandroq. Masalan, startapda bo'lsa, siz startapga 5 ming, 10 ming, 15 ming dollar bilan ham qanaqadir nima deydi, do'laga ega bo'lishingiz mumkin. Aksiyalarda ham xuddi shunaqa. Siz 100 ming so'm bilan bir qancha aksiya sotib olishingiz mumkin. O'sha uchun hammasi ticket size ga bog'liq, investment gorizontiga bog'liq, ya'ni qancha yilga investitsiya kirgizayotganiga bog'liq va uni asosiy maqsadlari bundan nima? Masalan, men investitsiyani boshlaganimda 4-5 yil oldin aktivni boshlaganman. Juda haligi
qiziqib kirishganman. O'shanda men уже qaror qabul qilganman. Men trader emasman, olib sotmayman, men investorman va eng kamida 5-7 yilga investitsiyalarni kirgizaman deb reja qilganman. Bugungi kun holatiga kelib, masalan, fond bozoridagi aksiyalarimni biror bittasini sotmaganman. Ularni hammasini yig'ishga harakat qilaman. Endi aksiyalar ham 2 xil 3 ga bo'linadi. Birinchisi dividend beradigan aksiyalar. Xo'p. Ikkinchisi haligi capital gain uchun, ya'ni aksiyani narxi oshishidan ishlaydigan investorlar bor, o'shanga qarab bo'linadi. Meni ham portfolioyim shu bo'lingan. Odatda qanaqa maslahat beriladi? Endi hamma odamlarni o'zini qadr qimmatlari bor. Endi biz haligi g'arb davlatlaridagi kitoblardagi rekomendatsiya bo'yicha agar aytadigan bo'lsak, sizni yoshingizga qarab qancha bond va qancha aksiyalar bo'lishi kerakligi to'g'risida rekomendatsiya berilgan. Agar sizni yoshingiz masalan 30 yosh bo'lsa, sizda bunda 30% bond bo'lishi kerak, qolgan 70% aksiya bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki siz hali yoshsiz, siz risk qilishga ulgurasiz ko'p. Agar 60 yoshli kishi bo'lganida unga aytilardi 60% bond bo'lsin, 40% aksiya bo'lsin deb maslahat beriladi. Endi men shaxsan bondlarga investitsiya qilinglar deb maslahat bera olmayman, qadr qimmatlarim hisobiga. Lekin shaxsan meni fikrim bo'yicha, shuncha paytdan beri kuzatuvlarim bo'yicha, aksiyalar biznesga va noturar joyga qo'yilgan investitsiyalar bu sizni nafaqat inflyatsiyadan qutqaradi, balki sizni farovonligingizni ham ta'minlab beradi. O'sha har kvartalda yoki bizani haligi publichniy kompaniyalarimiz 1 yilda 1 marta dividendlar berishadi. Dividendlar hisobidan ham yaxshi daromadlar olish mumkin. Endi bizani bozordagi ojidaniyalar hali kutuv daromad bo'yicha kutuv ancha balandroq. Biznesmenlarda o'zingizlar ko'rgansizlar. Masalan, pul tiqsam 2 oyda 50% bo'ladimi degan nima deydi? Kutishlar bor. Bular investorni kutishi emas, bu tadbirkorlarni haligi qarchi desam bo'ladi. Investorlar uchun aktivlari 20% dan baland oshsa ham, u ham katta natija hisoblanadi. Chunki u stabilni bo'lishi kerak. Sezonniy xarakterga ega emas. Ular o'saveradi. Endi bir qancha aktivlar bor, shunga qarab aytishimiz mumkin. Hozir bir savolingizdan shu javob berayotganingizda bir narsa menga yoqdi. Ya'ni pul hajmidan qat'iy nazar bemalol investitsiya qilsa bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha bizani yoshligilar yoki bizdan yoshlar yoki bizdan balkim kattalar ham bordir. O'ylashadi, investitsiya deganda ular o'sha boshida aytib o'tganimdek faqatgina real estate, ya'ni mulk. Masalan, siz aytgandek turar joy bo'lishi mumkin, noturar joy bo'lishi mumkin. Faqatgina shunaqa narsalarni tushunishadi. O'shanga menda bir kichkina savol bor edi. O'zi aslida o'zi qaysi payt eng to'g'ri payt hisoblanadi investitsiya boshlash? Masalan, balkim bu yosh bo'lishi mumkin. Masalan, o'zingizni personal experiencedan kelib chiqqan holatda men maslahat bergan bo'lar edim, men bu yoshdagi odamlarga boshlash yokida mablag'ing mamcha bo'lgandan keyin. Chunki hozirgi paytda bilamiz, bozorda xohlasak ham xohlamasak ham inflyatsiyaga nisbat degan narsamiz bor. Men har doim mana yaxshi ko'raman shu temani ko'tarishni. Ya'ni masalan, bozorda aytiladi, bor pulingga mablag' qilgin, bu yoqdan qarz olgin, bu yoqdan narsa berib qo'ygindek, qanchadir oy davomida bu narsani ko'paytirasan, mablag' narsa qilasan deb, maqsad balkim tagida kurs sotishdir. Maqsad balkim o'zini qanaqadir produktini o'tkazishdir. Shu narsani o'zingiz ekspert sifatida, mana o'zingiz shu investitsiyalar bilan 4-5 yildan beri aktiv shug'ullanib kelyapman deb aytdingiz. O'shani hisobga olgan holatda bizga beradigan tavsiyangiz yosh masalasidami yoki pul topish masalasidami? Chunki men aytib o'tdingiz, qaysidir masalan o'zini oyligidanmi, qayerdan topgan daromadini to'plagan holatda qayergadir tikish haqida gapirdingiz. Shu narsa haqida ham ozgincha bir kichikroq, bir soddaroq bir ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lar degan umiddaman. Xo'p, o'zi bu faoliyat 3 ga bo'linadi. Birinchi, siz yaxshi joyda ishlashingiz kerak oylikka yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanib daromad olishni boshlashingiz kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz u ishlab topayotgan daromadingizni ro'zg'ordan tashqari qanaqadir bir qismini jamg'arishga ulgurishingiz kerak. Shaxsan men o'ylayman 20% dan kam bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Va uchinchisi, bu jamg'arilgan pul mablag'larini bir qismini, hammasini emas, o'sha sarmoya sifatida investitsiya qilib kiritish kerak har xil aktivlarga. Endi
boya aytdingiz qarzga, albatta qarzga olib turib biznesga yoki aksioner bo'lish to'g'ri deb o'ylamayman. Yoki bir xil kredit olib fond bozoriga kiradi, buni ham men qo'llab-quvvatlamayman. Ommalashgan narsalar. Oxirgi uydagi pulni ham olib kirish bu to'g'ri deb o'ylamayman. O'sha uchun uni o'ylab ko'rish kerak. Qancha pulini ajratishga tayyorligini va qachongacha bu pullarni fond bozoridan yo aksiyalardan yechmasligigacha kutishini oldindan bilish kerak. Bozorga kiryaptimi, qachon chiqishini уже bilish kerak. Expectation tayyor bo'lish kerak. Да, обязательно bilish kerak. O'shaning uchun, masalan, mendan so'rashadi, bu aksiyani ko'rdingizmi? Ha, bormi sizda? Ha, bor. 3 oydan keyin nima bo'ladi? Men aytaman, men 3 oydan keyin nima bo'lishini bilmayman, lekin 3 yildan keyin bu aksiyaga nima bo'ladi deb so'rasang, men aytaman, sen plyusda bo'lasan deyman. O'shani ayta olaman. Endi investitsiyani qancha vaqtli boshlasa shuncha yaxshi. Demak, yoshroq boshlagan yaxshi. Albatta. Nimaga? Chunki siz yoshligingizda hali endi universitetni bitirgan yoki student bo'lsangiz, siz u paytda haligi jamg'arish $150 sizda haligi bosimi bo'ladi-da. Siz обязательно $2000 yig'ishingiz kerak emas. 40 yoshga kirganingizda siz $150 jamg'ara olmaysiz. Sizga обязательно kattaroq summa kerak. O'sha uchun qancha yosh davringizda investitsiya faoliyatini boshlasangiz, shuncha sizda haligi напряженный bo'lmaslikka imkoniyat bor. Tayyor turib. Tayyor va ancha o'rganasiz. Chunki ko'p investorlar o'zini faoliyatini faqat kommerchik, ya'ni tijoriy qancha foiz ishladim deb ko'rishi mumkin, lekin bu shu investitsion faoliyati davridagi tanish orttirganligi, bilimlar orttirganligi, masalan, har xil yangi biznes modellarni o'rganganligini hisoblamaydi. Odatda men faoliyatimni hammasini birgalikda qo'shib baholayman. O'sha uchun ham men o'ylayman, menda hammasi yaxshi, hech qanaqa bugungi kunda regreti yo'q. Xudoga shukr, hammasi yaxshi ketyapti. Siz nechida boshlagansiz? Necha yoshimdaman? Men kichkinaligimdan menga adam o'rgatganlar pullarni yig'ish bo'yicha. Men ko'p pul yig'ar edim, lekin investitsiya qilmas edim. Va qanchadir summaga yetgandan keyin nimalargadir olinib ketardi va yana uni qaytadan yig'ardim. O'shanga men 2015-yil chet el universitetida o'qishni boshlaganimda o'sha yerda ko'rganman, odamlar o'zini daromadini eng kamida 40-45% jamg'arishar ekan. Bu bizani taraflarda yashaydigan odamlarda bunaqa immunitet yo'q, to'g'risini aytaman. Mentalitet boshqacharoq. O'sha yerda ko'rganman va ular investitsiya qilishni boshlashgan. O'sha narsa menga ta'sir qilgan. Keyin men ham shu 30 yoshimga boshlab, 30 yoshga kirganimda, mo'sh sal oldinroqdir, ozgina 1-2 yil o'shanda investitsiya qilish boshlaganman. Hammasiga bittada kirmaganman, birma-bir sekin tranzit bo'lgan. Masalan, aksiyadan keyin kattasiga emas, birma-bir o'rganib chiqqan holatda kirgan. Da, kichkina summalar bilan kirganman. Adashmasam fond bozoriga birinchi marta 55 million so'mni kirgizganman va o'shanda aksiyalar sotib olganman. Bitta kompaniyani emas, bir qancha har xil sektorlarni. Har xil sektordagi aksiyalar. Sekin-sekin o'shanda o'sib borgan. Eng asosiysi sizda pul to'plash anaqasi boshida bo'lgan ekan-ku, birinchi etap bo'lgan ekan. Bizda ikkinchi etap kechroq kirilgan bo'lsa ham, birinchi etapda juda erta boshlangan ekan-da. Adam menga o'rgatganlar, pul faqat daromad oshishi bilan ko'paymaydi. Ya'niki rasxodlar, ya'ni xarajatlarni optimizatsiya qilish orqali ham siz ko'p pul saqlab qolishingiz mumkin deb o'rgatganlar. Shu narsa haqiqatan haligi DNKga tushgan boshidan hozirgi kunga ham kelib, haligi oylik yoki kelayotgan pullarni kattaroq qismini yana reinvestitsiya qilishga yo'naltirishga anaqa bor, tayyorgarlik, immunitet bor. Zo'r, mashalloh. Men zo'r narsaga mana hozir e'tiborimga tushdi. Aytib ketayotganingizda qancha vaqtli boshlasa deb men suhbatimizdan boshida spesialni bu narsani aytib ketdim. Endi bilamizki, hozir mana bu umid qilamizki, bu suhbatimiz ham o'zi ko'plarga manfaatli bo'ladi, yosh kattalarga, o'zi davlat yoki xususiy soha rahbarlariga, egalariga desak ham, yosh kattalarga, xo'j ayollarga, xo'j erkaklarga bo'lsa ham, lekin men boshida spesialni aytib ketdim, o'zimizni yoshdagilarga deb oldim. Nimaga bizda ham endi hali katta gapira olmaymiz-ku, lekin bu narsani o'ylashni boshladikmi, yaxshi maqsadda, nimaga mana bir aytganingizdek, gapingizga qo'shilaman. Endi alhamdulillah, xudoga shukr, bizani ota-onamiz ham
shu narsaga yo'l yo'riq ko'rsatib ketishganligi uchun finansoviy gрамотность deyiladi rus tilida. Bu o'sha moliyaviy savodxonlikda birinchi o'rinda mana mayda pul ilmi kursi qilingan edi Factorda. Pul ilmi kursini boshlaganda platformada Wallet appda pulli moliyamizni yurg'izishni boshladik. Mana o'shandan beri endi oldin rosa harakat qilardim, hech ushlab qola olmas edim. Ya'ni bu narsani odatda pulli xarajatlarni yozib yurish. Yarim yildan ko'proq mana yozib yig'ib yurgan ekanman. O'sha aniq dannilarim bor, analitika bor, hisob kitoblar bor, qayerga qancha bo'lgan. Aytganingizdek, ishlatayotgan summalarni ko'rgandan keyin uxta edim, o'zim ham hayron qoldim. Bu narsani mana yaqindagina o'sha pul ilmi kursida ustozlik qilgan yana Murod aka Narzulayev bor edilar, oldilaridan o'tib. Mana shu narsani endi bir o'zingiz bilan ko'rib chiqsak, tahlil qilib chiqsak. Yarim yil men hech narsani ekonom qilmadim, qisqartirmadim, boshqa boricha ishlaturdim. To'g'risi ekonomiya yo'q, anchagina xarajatlar bo'lib ketganini bilaman. Nimani endi kesishim mumkin, nimani qisqartirishim mumkin, byudjet qilishim mumkin. U narsani qolgan qismini investitsiyaga yana urish uchun. Bir 2024 ham bir xayrli bo'ldiki, yaxshi ana bir nechta loyihalarga ham investitsiya, ham mulk ko'chmas mulklarga, ham boshqa anaqalarga anchagina imkoniyat bo'lib qolganligi uchun investitsiya baribir qiziq. Lekin o'sha aytganingizdek qancha yoshlikdan boshlansa, men o'zimni mana misolimda spetsial auditoriyaga ham endi o'zimiz uchun moslab qilyapmiz. Suhbatda osonroq bo'lish uchun ham, farzandlarga ham manfaatli bo'lsin, kimdir endi yosh kattalar ko'rsa, bu narsani yoshlikdan o'rganish kerak deyotgan joyini endi mana o'rganyapman. Bora-bora qayerga pul kiritish kerak. Qoldirganini qayerga ursak bo'ladi. Mana yaqinda bir Umidjon akamlar, Ishmuhammedov, Husan Mamasayedov va Iman o'sha egalari Rustam akalar suhbat qurishdi. Imanga pul ham kiritsa bo'ladi, investitsiya degandek. O'zini anaqa kapitalni ko'paytirish uchun yoki V2lar boshlanyapti. Mana hozir Jahongir aka Ortiqxo'jayev tomonidan yoki yana bu ham bitta tarz. Ko'chmas mulklar eng zo'r hozir hammaga ommalashgan pul bormi, qayerga tiqib qo'ysak bo'ladi. Mana shu narsalarni zo'r fikr berib ketdingiz. Lekin mana oddiy misol o'zimizdan tengdoshlar desak ham, 20 yoshlik bolalar ham bundan olib $100 dan xatya ajratib harakat qilishi mumkin. O'sha $100 qayerga tikish mumkin deydigan savollarni ham bir ochsak, boshlanishiga keyin u kattaroq anaqalarga o'tiramiz. Siz aytgan ticket size, masalan, juda ham kichkina bo'lgan paytda, masalan, yosh 24 emas, mayli 21, 22 qo'liga birinchi shu o'zlari aytganda $100, $200 pul qo'liga tushganda nimani o'ylashni boshlasin, qaysi yo'nalishdan boshlasin? Chunki men zo'r savol berdilar, chunki hozir o'ylab o'tirmay savol beryaptilar. Guide yo'q, men hozir eslamadim. Social mediada ko'rmadim. Ya'ni guide bergan odamni. Men qanaqa guidelarni ko'rdim? Kriptovalyuta, o'z bilamiz har doimgi info-tsigantlarni ko'rdim. Tradinglar, boshqalar. Lekin imенно sog'lom desak bo'ladi, masalan, sog'lom investmentni ko'rmadim yoshlar uchun. O'zingiz aytganda O'zbekistonda hali unaqa bo'lmagan, tashkil bo'lmagan bu mentalitet. Amerikada, UKda ko'rardik biz. Masalan, men o'rtoqlarim bo'lardi, menimcha oylik oldim, 17%, 12% menimchaga investitsiya qilaman, men yomnoq qilaman. Даже chet elda ko'p ko'rganmiz. Masalan, har xil motivatorlar deymiz, masalanda. Ular aytishadi, masalan, menimcha pulingni har doim menimcha foizni mana yo'nalishga tikkan, mana bunaqa qilgin deyiladi. Lekin u mentalitet bizda hali yo'q. Mana o'shalarga ochib berish maqsadida o'zingiz qanaqa bir guide, bir yo'nalish bergan bo'lardingiz? Endi ko'p narsa ularni qaysi yoshdaligi, qancha pul mablag'lari borligi va maqsadlariga bog'liq. Agar biz juda ham yosh yigit qizlarni hisobga oladigan bo'lsak, men ko'pincha nimagadir ko'chmas mulkka pul tikmaylar deyman. Nimaga ko'chmas mulkka pul tikmaylar deyman? Chunki undan keladigan daromadlar relatively pastroq. Ya'ni agar siz жилой kvartira olib turib, uni arendaga bersangiz, o'sha uni bozor narxidagi puliga nisbatan yillik 6% ishlaysiz. Bu жилойdan, turar joydan. Ne жилойdan, noturar joydan siz годовой taxminan 10-14-15% ishlashingiz mumkin. Lekin u yoqda risk kam, chunki sizda aktivingiz как залог bo'lib turaveradi. No, siz hech qanaqa biznesni o'rganmaysiz. Siz hech qanaqa bir yangiliklarni o'rgana olmaysiz, u joyda turaveradi, stabilni, u passivni hisoblanadi. O'sha uchun unga ham pul ajratish kerak, lekin birinchi boshlashiga bu eng to'g'ri aktiv deb o'ylamayman. Ikkinchi buni sababi o'sha
ko'chmas mulkka kirish entry leveli juda ham baland. Men bilmadim 20 mingga kirib Entry bo'ladimi, ticket. yo'qmi, juda ham baland. 20, 24, 25 yoshli bolada sraz $20,000 pul bo'lmasa kerak. O'sha uchun meni fikrim bo'yicha eng to'g'ri investitsiya instrumentidan bittasi bu aksiyalar. O'zimizni O'zbekistondagi o'sha kompaniyalarni aksiyalariga investitsiya qilishdan boshlashlari mumkin. Toshkent fond bozorida bir qancha yaxshi kompaniyalarning aksiyalari bor. Haligi biza blue chips deymiz, голубые fishki deydi. Haligi katta kompaniyalar bor. O'shalarning orasida masalan haligi UZRTSB deb aytishadi, tovar xomashyo korxonasi yoki Bekobod metall zavodi va boshqa korxonalar bor, hali sug'urta kompaniyalari bor, banklar bor. Hamma o'zini maqsadidan qarab topishi mumkin. U yoqda 100 ming so'mdan ham boshlasa bo'ladi. 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan investitsiya kiritish boshlasa bo'ladi. U juda ham oson. Hozir bizni bozorda ikkita haligi mobil приложенияsi bor. Birinchisi Jet. Jetda adashmasam 2 yildan beri o'z faoliyatini olib boradi va bozorda juda ham ko'p haligi nima mijozlari bor ularni. Ikkinchisi Go Invest degan mobil приложение. Shu ikkalasini telefonlariga ko'chirib olib, o'zlarida broker shot ochib, treydni boshlasa bo'ladi yoki investitsiya qilishni boshlasa bo'ladi. Men bitta narsani hozir sirazi aytib ketmoqchiman. Trader bilan investor nima farqidaligini. Bu juda ham o'ylashimcha muhim. Trader qachon daromad oladi? Qachonki uni olgani arzon olib qo'yib 10 so'mdan, 15 so'mdan sotgandan keyin. Bu bitta traderni yutishi ikkinchi traderni yutqizishiga sabab bo'ladi. Tushundim. U masalan ko'pincha traderlar aksiyalar, tillarda ish qilishadi yoki qanaqadir kriptovalyutalarda ish qilishadi, lekin shaxsan men uzoq muddat jarayonida muvaffaqiyatli bo'lgan treyderlarni juda kamini bilaman. Sizlar hammanglar muvaffaqiyatsiz treyderlarni ko'proq ko'rgansizlar, chem muvaffaqiyatli treyderlardan ko'ra. O'sha uchun men yoshlarimizga aytardimki, investor profilini o'zligiga mo'ljallashlarini va sarmoyalarini eng kamida 3 yillik gorizont bilan investitsiya qilishni reja qilishlarini taklif qilgan bo'lar edim. Aksiyalarga aytganimdek kirish oson, chiqish oson, bozorda likvidnost bo'lsa tez aksiyalarni sotib chiqib ketsa bo'ladi, daromad ishlashlari mumkin. O'zi masalan aktivlar ham ikkiga bo'linadi. Dividend beradigan aktivlar, hali qo'shilgan qiymat beradigan aktivlar va qo'shilgan qiymat bermaydigan aktivlar. Qo'shilgan qiymat beradigan aktivlarga недвижимость ham kiradi, u arenda pul to'laydi va o'zini bozor narxi ham oshadi. Aksiyada ham xuddi shunaqa. Masalan, yoki bondda ham xuddi shunaqa. Yoki private equity'da ham xuddi shunaqa. Qaysidir shaxsiy xususiy korxonani dolyasini sotib olganingizda 1 yilda bir marta dividend olasiz. Lekin siz tillada yoki kriptovalyutada yoki metalda, neftda siz qo'shilgan qiymat olmaysiz. Ular dividend bermaydi-ku. To'g'ri. Ular faqat sotilganda beradi. Qimmatlashgan hisobiga. Tilla 1500 ligida olgansiz, 2,5 mingligida sotdingiz. Bo'ldi, $1000 ishladingiz, shu qoldi. Lekin siz aktivni sotib olasiz, sizda u qolmaydi-ku, to'g'rimi? Bir marta bo'ladi, o'sha fiksировать qilasiz, dohodni bo'ldi. Shuning uchun meni maslahatim portfolioni shakllantirayotganda qiymatni beradigan, ya'ni dividendi bor aktivlarga va faqat haligi bozor narxi tez o'sadigan aktivlar bilan balans ushlash kerak deb o'ylayman. Menda ham shunaqa aktivlar bor. Men endi hozir ko'proq dividenddan balandroq daromad oladigan aksiyalarni yig'ishga harakat qilaman. Masalan, o'sha aytganimdek tovar xomashyo birjasini aksiyasidan biza o'rtacha 16,18% ekvivalentida dividenddan daromad olamiz. Undan tashqari u aksiyani bozor narxi ham oshib boradi. Masalan, IPO'sida men ishtirok etdim. IPO yaqinda bo'lib o'tgan edi, hali xalqchil IPO bo'lgan edi. O'shanda ishtirok etganimda biz uni aksiyalarini olganmiz. 2750 so'mdan sotib olganmiz. Bugungi kunda shu aksiyani
bozordagi narxi 3400 so'mmi shunaqa bo'lishi kerak. Вот. И plus adashmasam mana shu yil 2-3 oydan keyin ular har bitta aksiyaga 400 so'mdan dividend berishadi. Bu salkam 25%larga borib qolar ekan-a? Qoladi. O'sha uchun investitsiyada yana qiziq tomoni siz uzoq muddatga tikkaningizdan Bu keyin nechinchi yil olingan hozir gapingiz bor? 2750 so'mdan olinganda qachon edi bu? yo'q, bu yaqinda bo'ldi. Yaqinda Xalqchil IPO bu noyabrda bo'ldi. Noyabrda bo'ldi. Hozirgi 3 kunda oyi o'zida shunaqa yaxshi daromad bergan. Вот. Uni albatta agar fiksировать qilish uchun uni sotishingiz kerak. Sizga boya aytib o'tganimdek men sotmayman, men bularni ushlayman. Iloji boricha krupniy paket shakllantirishga harakat qilaman. Вот. O'sha dividendlaridan daromad olib va o'sha dividendlarni yana deylik yechmasdan yana yana invest qilib qo'shimcha o'ziga o'zi. aksiyaga olishga yoki portfelni rebalansirovka deydi. Tushib ketayotgan aksiyalarni sotib olib, haligi o'rtacha narxini usrednyoy narx deydi, to'g'irlab qo'yish uchun ishlatamiz. Demak, long term ko'proq siz ahamiyat berasiz. Manda faqat Uzoq long muddatga. term, faqat long term. Hozirgi kunda hech ham rejamda aksiyalarimizni sotib chiqib ketish degan rejam yo'q. Masalan, o'zingizni sohangizda o'zingizga o'xshagan baribir har bitta odamni tanishlari, karyerada masalan o'zini tanishlari bo'ladi. Short term ishlayotgan odamlar ham bormi? Va ularga fikringiz qanaqa? Ular bilan bir anaqa qilganda, balans qilganda baribir fikringizda qolgan bo'lamiz long term bo'yicha? Yo'q, bir xil holatlarda periodlar bo'ladi-yu, oy O'zini kunlarda o'sha joylarda bir xillarni olib sotib olib, keyin yana kirsangiz bo'ladi. Va bitta tomoni bor, bizada krupniy paketni olish imkoniyati yo'q. Masalan, siz 100 mingta aksiyani sotib olsangiz, keyin 100 mingta aksiyani yig'ib olish qiyin bo'lishi mumkin. Bittada mumkin emas. O'ziga yarasha qanaqadir mumkin. limit bor. Yo'q, mumkin. Bozorda hech kim sotmayotgan bo'lishi mumkin-da shuncha Shunaqa joyi ham bor, to'g'ri lekin. Masalan, siz sotuvda bo'lmagandan keyin qanaqa sotib olasiz? Xuddi shunday. O'sha uchun biza krupniy paketli aksiyalar bilan shug'ullanganimiz uchun 10 ta, 50 ta, 100 ta emas, biza katta hajmda olganligimiz uchun olib sotganimizni hali qiziq mantig'i yo'q. Ikkinchidan bozorni qimirlatib yuborishimiz mumkin. O'sha uchun maqsadga muvofiq emas deb hisoblayman. Meni maslahatim yoshlarga hozir mana xalqchil IPO degan programma ketyapti. U yoqqa bir qancha kompaniyalarni qo'shgan. Xalqcha IPO? Xalqchil IPO, ya'ni davlatning aktivlarini IPO qilib fond bozoriga olib chiqib, har bitta fuqaroyimizga aksioner bo'lish imkoniyatini beradi. Bu Jet va Go Invest orqali. Jet va Go Invest va o'zini fond bozori.uz degan sayt bor. Fondbozori.uz. U brauzerdan ishlatishsa bo'ladi. Fondbozori.uz. Shaxsan men o'zim faqat brauzerda ishlataman. Aytib o'tganimdek, trader emasman. O'sha uchun menga prilojeniya kerak emas. Har kuni tekshirmayman. Agar даже 15% ga ham aksiyalar tushib ketsa, men super qattiq xavotirga tushmayman. Chunki long termda o'ylagan hayot davom etyapti. Chunki long termda. Chunki long termda. Mana shunga kelganda yana joyida aniq qilib qo'yaman. Savol kelganda. Demak, hozir birinchisi bu O'zbekiston fond birjasini qaraydigan bo'lsak, hamma mana shu hozir ko'rayotgan yurtdoshlarimiz ham bemalol borib foydalanishiga imkoniyat bor narsa. Qo'lida masalan, mana eng kamida farqi yo'q. U 10 dollardan dedingiz, xo'sh 100 ming so'mdan yoki $100 desak ham, 1000 dollar bilan kimdirda 10 ming dollar bilan kimdirda ko'proqmi? U narsani demak borib O'zbekistonda bo'lgan tashkilotlarni yo Jet, yo Go Invest va fondbozori.uz platformasi orqali bemalol bu sotib olib, oddiy misol sifatida O'zbek Invest, GM, Uzairways, Uzbek Telekom, yana qaysi anaqa bor? Juda ham ko'p, mana banklarimiz bor, aytganingizdek sug'urta kompaniyalari bor, pромышленный sektordan sanoat korxonalari. Ular hammasi IPO modelida. Yo'q, bularning qanchasidir уже ya'ni уже bozorda bor va qanchalaridir masalan endi bo'lyapti. Mana yaqinda o'tib amalga oshirilgan IPOlarga qaraydigan bo'lsak, masalan yaqinda UzRTSB bo'ldi, o'sha tovar xomashyo birjasini. Undan oldin Uzbek Invest bo'lgan, Uzbek Telekom bo'lgan, o'shalarning aksiyasi olib chiqildi va men nima demoqchiman yoshlarimizga aksiyalar mana shu IPO programmalarida aktivniy ishtirok etishlarini so'rayman. Nimaga? Chunki aksiyalarning narxi IPO vaqtida arzon bo'ladi. Faqat qaysi aktivni tanlashni o'rganishlari kerak. Industriya ham birinchi o'rganib chiqish kerak. Kimga qanaqa? Qanaqa u industriyada trendli ketyapti,
u masalan zavod ishlashiga qanaqa qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, risklarni o'rganish kerak va undan keyin moliyaviy o'sha hisobotlarini o'qib bilish kerak. Agar o'shalarni hammasini bilishsa, ular to'g'ri aktivlar tanlashligi mumkin. Masalan, sanab o'tgan IPO'larimdan man O'zbek Telekom bilan General Motors'ning IPO'sida ishtirok etmaganman. Lekin boshqa IPO'larda Yog'ni kesib tashlaymiz. Bir gapim bor edi, mayli General Motors va Uztelekomga anaqa qilmagan. Qatnashmagansiz o'zingiz shaxsan. Yo'q, shaxsan. Qaysi birlaridan agar ochish imkoningiz bo'lsa, olgan. Qatnashishga ruxsat bergan, Yana maslahat bergan bo'lardingiz. Yana bitta narsani, siz o'zingiz qaysi platformani ishlatasiz? Jetmi, GoInvestmi, Fond bozori? Fond bozori. Fond bozori. Brauzer o'zida. Fond bozorida. Qaysi aksiyalar? Manda o'sha tovar xomashyo birjasi bor. Undan tashqari Bekobod metall zavodini aksiyasi bor. Uzbek Invest straxoviy kompaniyani aksiyasi bor. Keyin undan tashqari bir qancha industrial korxonalarimiz Kvarts, Qizilqum sement va ikkilamchi haligi Vtortsvetmet degan korxonamiz bor, uning aksiyalari bor. Endi odamlarga qiziq bo'ladi, qanchadan aksiyalari bor. Bunisini endi ocha olsak. Menga ham joyi ham qiziq tuyuldi. O'zbekistonning to'liq IPO'si nechidir foizi deganlari o'sha joylarni edi, nechi foiz? Menga shaxsan 3-4 ta korxona juda ham yoqadi. Bular o'sha tovar xomashyo birjasi juda ham adashmasam 15-16 yildan beri to'xtovsiz har yili dividend beradi. Bu investorlar bilan yo'lga qo'yilgan munosabatda juda to'g'ri qo'yilganligi deb o'ylayman. Bozorda u emitentga, ya'ni o'sha korxonaga ishonch juda ham baland. O'zini o'rni katta. O'z o'rniga ega. O'sha uchun uni biza ham yaxshi ko'ramiz va portfolioyimizda o'sha ikkita sifradan ko'p, ya'ni 10% dan baland portfolioyimda. Yoki Bekobod metall zavod oxirgi payt mana tushib ketdi. Narxlar bo'lgan 10 ming, 20 ming, 8 ming bo'lgan, hozir narxlar 4 minggacha tushib ketdi. Men o'ylashim bo'yicha hozirgi narxlar juda ham jozibador narxlar deb o'ylayman. Kirish kerak. Yaqinda kutayotganimiz Olmaliq kon metallurgiya zavodi va Navoiy o'sha kon metallurgiya zavodini IPO'larini kutib turibmiz. O'shanda ishtirok etishga tayyorgarlik ham ko'rishni boshlaganmiz hozirdan. Shuning uchun yoshlarimizga aytgan bo'lardimki, IPO'da qatnashishni reja qiling, pullaringizni jamg'arishni boshlang va o'sha emitentlarni kuchli haligi sistema образующий предприятие deydi, ya'ni bizani iqtisodiyotimizni shakllantiradigan korxonalarni aksiyalarini olish kerak. Masalan, boya bitta misol aytaman, haligi dividend beradigan va dividend bermaydigan aksiya kapital o'chirishdiganlar. Tillada mana sizga hozir bitta haligi primer sifatida aytib ketaman. Siz tilla sotib olishingiz mumkin, uni sotib olasiz, bir martalik doxod olasiz, bo'ldi. Yoki siz NGMKning IPO'sida ishtirok etib, uni aksiyasini olib 10 yil, 20 yil, 50 yil yoki farzandlaringizga qoldiradigan egalikni qoldirib ketishingiz mumkin. Bu orqali siz dividend har yil olasiz va u aksiyani narxi yana oshadi. Qiymati oshaverib, qiymati ham oshadi. Siz ya'ni oddiy tillani xomashyo sifatida olmaysiz, olganingizdan ko'ra buni qulaylik tomoni ko'p. Yana qiziq tomoni bor, ikkita uchta qiziq tomoni bor ekan. Bundoq o'ylab ko'rsam, birinchisi bu korxonalar dual listing qilmoqchi. Ya'ni ham Toshkent fond bozorida, ham kelajakda Londondagi fond bozorida bular o'z aksiyalarini chiqarishmoqchi. Bu sizni aksiyalaringizni bozordagi narxini tez o'sishiga sabab bo'ladi. Положительный, ya'ni ijobiy narx o'sishiga sabab bo'ladi. Yana undan tashqari Amerikani top 20 ta haligi asset management kompaniyalari qatoriga kiradigan Franklin Templeton degan kompaniya bor. Ular shu 9 mingga yaqin odami bor, 70 yillik kompaniya, Amerikada bir oilaga tegishli. O'sha kompaniya O'zbekistonda natsionalniy fond, ya'ni milliy fond ochishni reja qilgan. U fondni ustavi bir qancha korxonalarni dolasini haligi o'tkazilish bilan shakllantiriladi. Ya'ni boshqaruvida 1.4 trillion dollari bor kompaniya kelib O'zbekistonda milliy fondni shakllantirishga hukumatga yordam berayotgan paytda bu sizga signal bo'lishi kerak. Kelajakda shu 2-3 yilda o'ylashim bo'yicha, bu mening shaxsiy fikrim, aksiyalarning narxi o'sha strukturasiga, fond strukturasiga kiradigan aksiyalarning narxi keskin oshishi mumkin. O'sha uchun bizada juda ham ko'p argument bor, nimaga fond bozoriga kirish kerak
deganga chem haligi kirmaslik kerak degan. man qarshi bo'lmasangiz bitta auditoriyada ham такой yengillashtirib aniq qilib qo'yish uchun maqsadda umid qilamizki og'irlashib ketmayapti terminologiyalar. Men o'zim maza qilyapman to'g'risi. Endi shu narsaga yetgandek kirib boryapmiz. Qidirib yurdik. Biz o'zimizni yoshlar bir anaqamiz bor, Angliyada bir o'qigan yaqinlarimiz bor, bu yoqdagi yaqinlarimiz bor. O'tgan juma adashmasam, shu o'tgan juma bir yig'ilishib o'tirib, investitsiya dedik, xo'p, nimaga to'xtaldik, qayerdan boshlab ko'ramiz, nima qilamiz? Mana bular aytdilar, bitta kursdan boshlaylik. Birinchida kurslarni anaqa qildilar. To'g'ri, juda to'g'ri. Keyin birinchi navbatda baribir savodxonlik, masalan, ilmini olish kerak. pul tikish deganda, masalan, pul topdim, masalan, 1000 so'm, 2000 so'm cho'ntamda pulim bor ekan, uni qayergadir berib qo'ysam hisob ekan degan joyi yo'q. Masalan, o'rganish kerak degan joyi bor. Ruh ekan kursdan boshlaylik. Ular keyin menga ham yaqinda xabarni beruvdilar, Bahrom aka shunaqa keling deb boraylik, nima qilaylik, iloji boricha o'zimizga kerak narsani olaylik. Xudo xohlasa qolgan odamlarga ham bo'ladi, shu darajada manfaati bo'ladi deb. Men o'shaning uchun xursand bo'layotganim, mana kecha kurs boshlangan bo'lsa, bu kursda ham Vigro kursi Navoda kimga qiziq bo'lsa, tavsiya qilaman. Chunki уже boshladik. Men o'zim to'g'risi juda yaxshi manfaat olyapman. Bizda ustozlarning an'anasi bor, pichoq oldin o'zingiz qilib ko'r. Og'rimasligini ko'rasan degan narsa, o'shanga o'zimizga qilib ko'rdik. Ya'ni yaxshi manfaatli ilmlar olyapmiz. U narsada ham mana boya aytib ketganingizdek, pul jamlash bo'yicha endi men bu sal auditoriyani chalg'itish uchun ham ma'lumotlar bilan boshqasi bilan chalg'itib turamiz, to'g'ri tushunasizlar deydi. Pulni jamlash boylik formulasini berib ketdilar. Kambag'allik va boylik formulasini, uni ichida endi tushuntirib ketdilar. Kambag'allik formulasida bu nafaqat orttirgan topayotgan pulingdan ko'proq ishlatish. Bu hattoki mana zo'r boshida aytib ketdingiz, boya yoshligimdan beri pulni jamlashga, yig'ishga o'rganganmiz. Lekin o'zbeklarda endi balki adashayotgan bo'lishi ham mumkin. Ko'pincha holat qanaqa? Yig'gin nima uchun? To'y uchun, telefon uchun, mashina uchun, uy uchun, ya'ni to'plagin. To'y uchun eng katta maqsad bo'ladi. Yana nimadir? Ya'ni yig'ish, jamlash deydiganlar. Yo'q, eng yomoni, конечно, u yig'ib emas, u oldin xarajatga, ya'ni rasxodga yoki qarzga kirib qo'yib, keyin yopishga. Bu narsada kecha mana kursda ham tushuntirdilar. Boylik formulasi deganda, mana aytganingizdek, daromad topganni xarajati kamroq qilgan holatda, ya'ni orttirdi. Orttirganni yig'ib nimadirga ishlatish emas, bu ham kambag'allikka kiradi. Telefon, kompyuter, ya'ni nimadir uchun. U narsani foizi ko'payadigan narsaga tikiladilar. Foizi ko'payadigan narsa, bu narsa masalan farqi yo'q. $100 olib qo'ysangiz iPhone'ni bilamizki, 8-10 oydan keyin masalan o'sha ola olamiz. $100 orttirgan narsani 8-10 oy yig'ib yurgandan ko'ra, kopilka undan ko'ra ko'payadigan narsaga bersak, u 8-10 oy emas, yarim yil yoki 4 oydan ham bo'lib ketishi mumkin. Yoki bu narsani o'sha iPhone olishga hojating qolmas. Ko'rsang, nabarot bunaqa orttira olar ekanmi? Mana bu narsalarga tikishdilar. Ikkinchi tarafi, men auditoriyaga ham bir osonlashtirish maqsadida ma'lumot to'plashib ketaman. Dividend deyiladigan ko'p so'zlar ishlatilyapti. Endi biz hali unaqa darajada endi montaj qila olsak, harakat qilamiz jamoaga aytib, dividend nima u, qiymat, kapitalizatsiya o'sayotgan nimaligini tushuntirishgan, lekin bu narsani auditoriyaga ulashib ketmoqchiman. Qiymat o'sish haqida gaplashdik, kapitalizatsiya o'sish. Ikkinchi narsa dividend. Bu narsani osonroq qilib tushuntirish maqsadida endi balkim manfaatli bo'lar. Oddiy misol sifatida mana kecha ham bu narsalarni endi darslikda tushuntirib ketishyapti. Kapitalizatsiya yoki qiymat o'sish, bu oddiy misol qiladigan olsak, sigir oldik, sigirni kichkinaligida olsak, bolaligida, qo'zichoqligida deyshadi nima. O'sha narsa kattalashishi, masalan, endi bilmayman to'g'risi narx qanaqa, sigirlarni masalan 300 mi, 500 ga ham olingan bo'lsa, u narsa semirib qurbonlikda sotsang, o'sha masalan 2000, 3000 balkim endi ko'proq kamroq bo'ladi. Bu semirgani. Dividend bu suti. Suti va farzandi. Suti farzandi. Nimadir. Uzoni ham ko'ryaptilar. Siz sutini o'zini ko'rdingiz. Men sutini faqat ko'raman. Endi go'shtini hisoblamayman. Shunaqa, to'g'ri. Endi terini hisoblamadik hali deng. Pulni albatta pul olib keladigan yo'nalishga tikish kerak. Masalan, men ko'pincha aytaman, pul yig'ishadi yoshlarimiz, mashina olishadi. Agar mashina sizni qo'shimcha pul ishlab topishingizga yordam bermasa, bu ko'proq liability deydi. Haligi uni remontiga, moyiga, amortizatsiya.
yoki agar elektromobil bo'lsa u zaryadiga hammasiga pul ketadi. Agarda yana aytyapman, agar o'sha mashina sizni faoliyatingizni, daromadingizni olib kelishini tezlashtirib beradigan bo'lsa yoki o'sha tirikchilik bo'lsa, uni olish kerak. Agar lekin u haligi nima deydi, transport vositasidek faqat foydalanadigan bo'lsa, lutchi o'sha 10 ming, 15 ming dollarlik pulni boshqa daromad olib keltiradigan yo'nalishga tikish kerak deb o'ylayman. Agar chidab turib taksida yurib tursak ham, metroda yurib tursak ham, avtobusda bekorga taksida yurmanmi deyman. avtobusda yoki o'sha haligi nima publichniy transportda yursa juda ham yaxshi bo'ladi. O'sha orqali pullarni ko'p yig'ish mumkin. Zo'r. Yana bir endi joyida kelganda ham savoldan ketaman joyida. Treyderli boy aytib ketdingiz, qisqa anaqa masalan 10 so'm olib 15 so'm sotish. Bu ham endi bilamizki, bir investitsiyaning bir turi, to'g'ri. Lekin bu zoomingga kirishga har kunlik yoki qisqa shug'ullanadigan, har bir soatda tekshirib pulini chiqardi, pulini kiritdi degandan. Bu ko'p energiya vaqt olib qo'yadi. Investitsiya bu долгосрочный deysiz. Долгосрочный deganda mana o'sha bir nechta misollarni men o'zim ham yozib ketdim. Bu metal tilla bo'lishi mumkin. U birjadan hozir qiymatli aksiyalar yokida dividendli aksiyalar dedik. Yokida keyin yana stakeholderliklarni ham hali u narsaga o'tamiz suhbat paytida. Men yana bir joyini so'rab ketmoqchi edim, auditoriyaga manfaatli bo'ladi degan umidda, chunki birjadan qanday qilib aksiya sotib olishini podskastkasini berdik, instrument degan umidda. Bu narsani borib bo'ldi. Demak, ozgina Google qilsa yoki ChatGPT dan qidirsa, o'zi topib oladi. Qayerdan borib qanaqa olsam bo'ladi degan tarafini. Metal va tillani ko'pincha so'rashadi. Qayerdan olaylik, nima qilaylik? To'g'ri, tushundim. O'zbekiston fond bozoriga kirish uchun albatta siz broker kompaniyada shot ochishingiz kerak. O'sha Jet orqali, agar adashmasam, u yoqda Alkes degan bizani Investbank bor, mahalliy. Go Invest bu Capital Deposit degan kompaniyada brokerskiy shot ochasiz, avtomatik. O'shani ochganingizdan keyin sizda fond bozoriga dostуп ochiladi. Metal tillalarni odatda bizda O'zbekistonda ko'p odamlar Forex platformasi orqali foydalanishadi. Shaxsan men o'zim o'sha yerda ishlamaganligim uchun men даже to'g'risini aytsam bilmayman. Ma'lumot bera olmayman. Men hech ma'lumot bera olmayman. Metal tilla olmagansiz. Hech ham olmaganman. Yo'q, Forex orqali deb Yo'q, aytadi. o'zi metal tilla ham olmagansiz. Yo'q, olmaganman. Nima uchun men tilla olmayman? Aytganimdek, tilla bu menga dividend bermaydi. To'g'ri. Tilla bu kapital uchun faqat ishlaydi. o'sha qiymati oshganda sotiladigan. Keyin men uchun 2-3 yil oldin tilla bu faqat pulni saqlab turish uchun instrument bo'lgan. Inflyatsiya bo'lmaydigan holatda. Endi hozir oxirgi 1-2 yilda mana bu gap siyosiy nimalar o'zgarganligi uchun narxi oshib ketib qoldi. Juda ko'p odamlar bunda daromad ishlashdi. Lekin men har doim tillani bu haligi nima deydi, qanaqadir qimmatni saqlab qoladigan aktiv deb hisoblaganman. Meni missiyam, meni asosiy faoliyatim aktivni saqlab qolish emas, aktivni ko'paytirish. O'sha uchun dividend beradigan, qo'shilgan qiymat beradigan aktivlarga investitsiya kirgizish. Aslida saqlab turish noto'g'ri. Raz saqlamoqchi bo'lsa, mayli tilla bilan saqladigan ma'noda feedback berib qo'yaptilar. Chunki hozir Forex deganingizga bir joyda bir kelib qoldi. Shu savolni bir tugatib qo'ysam, keyin startaplarga o'tmoqchi edimda. Именно hozirgi bozorda bo'layotgan va ko'rayotgan kriptovalyutamiz, forexlarimiz, bitcoinlarimiz, shu hozirgi biz o'zbek xalqimizda trader degan gap chiqib ketdi. O'zi traderni olib qarasangiz, oddiy o'zi ma'nosi o'zi aslida bir narsani sotib olasiz, qimmatlashgan paytda sotib yuborasiz, to'g'rimi? Bizda o'zbeklarda moliyaviy savodxonlik, именно men aytayotgan именно shu holda infotsiganstvoning ichida yurgan odamlar, nima trader deganda masalan bitcoin bilan ishlash ekan, kriptovalyuta ekan, u ekan, bu ekan deyishadi, noto'g'ri tushunchada. Bunga propaganda ham ko'payib ketdi. Ya'ni yoshlarni kursini sotadi masalan, ko'p ko'rib turibmiz, 700-800 ming dollardan kursini sotadi. U yerda tushuntirib berayotgan narsasi demo versiyani ochib beradi-da, kriptovalyutani tushuntiradi. U hali joizmi? Joiz emasmi? Qadriyatlarimizga, o'zbekchiligimizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi degan joyi o'sha ularda ikkinchi, uchinchi masala bo'lib qolgan. O'shanga o'zingizni fikringiz va bunga yechim. Ya'ni buni qanaqa qilib oldini olish iloji bor va bu narsa menimcha ko'proq ota-onalarga maslahat sifatida bo'ladi. Farzandlaringiz agar shu narsaga qiziqishayotgan bo'lsa, vaqtida mana bu narsani qilinglar degan ma'noda. Chunki men o'zim shunaqa misol bo'ldi. Men yo'lda bir-ikki odam bilan ko'rishib qoldim. Yosh odam bilan ko'rishdimda, bir yoshlari 18-19 yoshda ekan. Bir marta emas, ikki marta ko'rishdim ikki xil odam bilan. Qayerdansiz? Viloyatdan, bu yerdanman deb aytdilar. Xo'p, nima qilyapsiz bu yerda? Shu treyderlik sohasida o'qigan keldim men bu kursga.
necha pul turadi, mana tutadi. Nimani o'rgandingiz desam, stok masalan sherlarni biz masalan dividend aytyapmiz. Shu narsalarni unaqa termin ham eshitishmagan, tushunishmaydi. Ular siz aytgandek tillarni tushunishadi, forex orqali qanaqadir narsani tushunadi. No, u olayotgan ilm qanchalik darajada u efficient degan joyi bor. Effectiveness qanchalik darajada sani hayotingni tikayotganingga yarasha boqolidimi sani budurishida degan joyi o'sha ularga qorong'u. O'shanaqa holatlarni siz ham bozorda ko'rgan holatda qanaqa maslahatlar, qanaqa tavsiyalar, menimcha ko'proq bu ota-onalarga bo'ladi. Keyingi navbatda yoshlar agar rostdan ham ko'rib o'zlariga qabul qilishsa, Kirishdan oldin ehtiyotkorlikni qiladi. ha. Kriptovalyuta bu eng riski baland bo'lgan moliyaviy instrumentdan ana. bittasi hisoblanadi. Bundan baland Yoqtiraman. riski bor moliyaviy instrumentni men bilmayman. Yo startap bo'ladi, venture investing yoki bu kriptovalyuta bo'ladi. Bu birinchisi, eng riskli. Ikkinchisi, aytgandek kriptovalyuta dividend bermaydi. O'sha uchun ham u qiziqish emas. Hali aytganingizdek qadriyatlar, ruxsat bormi? Ularni men bilmayman. Bizda ruxsat bormi uni, bizga ruxsat berishganmi? Lekin uchinchisi, может aytishim mumkin, uni orqasida hech narsa yo'q. U proyekt. Valyuta yetishmi yo'q. Da, masalan siz ko'chmas mulk olsangiz, u har doim turadi, ko'zingiz oldida ko'rasiz. Ertaga arendaga olgan odam qila olmasa, boshqa odamga berishingiz mumkin yoki profilini o'zgartirishingiz mumkin yoki kompaniyalar, mana shu aytganimdek UzRTSB yoki Bekobod metallurgiya zavodini 2 yil oldingi narxi $700 million zavod bo'lganda, masalan mana shu nimaga pul tikayotganingizni ko'rasiz, qayerda joyi, hammasi aniq. Kriptovalyutada bu narsalar yo'q. Kriptovalyutalar bu hammasi cloudda yig'iladigan, bir-biringizga perevod qilganda bitta xato qilib qo'ysangiz ketib qoladigan, uni markaziy banki yo'q, sizga qaytarib beradigan. Aytib o'tganimdek, u haligi hamma joyda ishlatiladigan nima emas. Ya'ni kriptovalyutani hamma ham sotib ola olmaydi. Hamma ham qabul ham qilmaydi. Narsa sotib olaman desangiz, qabul ham qilmaydi. Hamma bank ham podдерживать qilmaydi. Xuddi shunday. Aksiyalarni siz fond bozorida sotib olishingiz mumkin. Masalan, bugun 10 mingta aksiya oldingiz, 3 oydan keyin boshlang'ich rejalaringiz o'zgarib qolsa, uni sotib olmoqchi bo'lsangiz, sotib olasiz. Lekin kriptovalyutani qaysi kimga borib sotasiz desa, o'sha har xil platformalar bor, kirib sotishingiz mumkin. Lekin O'zbekistonda bu juda ham ommalashmagan. Hali o'zimizni birjalarda, mahalliy birjalarda ommalashmagan. Вот. Shu boya aytganingizdek ota-ona va farzandlarga maslahatim, bilib qo'yishsin, kriptovalyuta bu dunyodagi eng riskli, xatarli aktivlardan bittasi hisoblanadi. Lekin to'g'ri kimdir aytishi mumkin, 2015-yil avgustda Bitcoin $350 bo'lgan, bugun $90 ming bo'ldi. Masalan shuncha baravar oshib ketdi-ku deyishi mumkin. To'g'ri. Lekin men juda ham ko'p odamlarni bilaman, qaysilarki leverage deydi, Binance'ga kirib Bitcoin olib, leverage qilib, u tushib ketganda, short bo'lganida hamma pulini yo'qotgan odamlarni ko'proq bilaman. Chem $300 Bitcoin olib, hozirda 90 mingdan sotgan odamlarga qaraganda. O'sha uchun mana o'sha kuzatuvlarim bo'yicha kriptovalyutalar bu juda riskli aktivlar deb o'ylayman. Boya aytdingiz, kurslar sotishadi deb, ular odatda texnik analizni o'rgatadi. O'sha yerda o'sha haligi zoom in deganingizdek kirib koridorda yuradi. O'sha bu koridorda kirib shortga kiradi, bu koridorda growthga tikib, shu orasida ishlaydi. Kun davomida, даже bitta siklda, 1 minutda, 1 soatda, 3 kunda ishlashi mumkin. Men aytmayman ishlamaydi deb, ishlaydi, lekin bu riski bor. Riski juda ham baland. Riski bor. O'sha men har doim aytaman, siz daromad olmoqchimisiz, siz uni riskini o'rganing. Bitta juda chiroyli gap bor. Risks are equal to reward deydi. Ya'ni risk bilan daromad har doim teng. Riski daromad sizga baland loyiha olib kelishyaptimi? Bilib qo'ying, uni har doim riski baland. Конечно. Daromadi pastmi? Bilib qo'ying, uni riski past. Bunga misol ko'chmas mulk. Riski почти yo'q, doxodi ham shuning uchun 6%. O'shuning uchun ham kam. Biznesda kimdir aytishi mumkin, masalan, korxonamizni qisman sotib oling, 30, 50, 70% ishlashingiz mumkin deydi. Lekin biznes modeli ishlamasa-chi? Ya'ni InDrive degan kompaniya O'zbekiston bozoriga yo 3 yo 4 marta kirib, qaytib chiqib ketdi. Bozorda hech qanaqa haligi do'la egallamasdan. Va'da berib qo'ymagan, kafolat yo'q. Da, o'sha uchun qarash kerak. Вот, har doim shuni odamlar bilib qo'yishsin, uni daromadlari
har doim u qilmoqchi bo'lgan risklarga teng. Hmm. Zo'r, Hmm. zo'r. Zo'r bo'ldi. Agar savollar bo'lsa, mavjud startaplarga o'tmoqchi edim. Agar Startapdan bundan oldingi oldin men kriptolarda, treyderlarda nimadir qolib ketgan bo'lsa, demak, men bitta bilmoqchi bo'lganim, mana hozir qo'shimchasiga Doniyor akaning savollariga oid Bitcoin paka, mayli u даже dividend bermaydigan hisobida ne интересный, чем ana относительно birjadagi qiymatli yoki dividendli aksiyalardan ko'ra dedik. Undan tashqari forex bilamizki, pulga pullar alishtirish bor. Bu bo'yicha endi bizga ma'lum bo'lishi mumkin, ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin, lekin auditoriya uchun ham menimcha qiziq bo'ladi. Joiz, nojoiz tomonlari u qanaqa? chunki asosan kichkina pullarni shu orqali ishlashadi. Men to'g'risini aytsam, yana forexga kirmagan, ishlatmaganligim uchun bilmayman. Lekin menda ozgina forexga nisbatan haligi подозрительный pozitsiyam bor. Pullaringizni qancha tez yechib olasiz? Shu masalasi meni juda aytdim-ku, investitsiya qildingizmi? Masalan, tajribali investor har doim pulini saqlab qolish haqida o'ylaydi. Afsuski, yosh investorlar har doim qancha daromad olaman pozitsiyasi bilan kiradi bozorga. O'sha uchun forexda pul yo'qotish imkoniyatlari juda ham baland, koeffitsiyenti juda ham baland. Bu joiz, nojoizligi bo'yicha men hech qanaqa izoh bera olmayman, chunki o'zim kirmaganim yaxshi endi. Kirmaganman, qiziqishim ham yo'q bugungi holatda. Asosiy hozir qiziqishim xalqchil IPOlarda katta kompaniyalarga fokusni qo'yganman va pullarni o'shanga yig'ish bilan deydi shug'ullanyapmiz. Zo'r. Demak, men bitta zaключение qilaman, undan keyin o'sha kattaroq investitsiyalarni ham temasini yoki o'sha startaplarga, mulklarga o'tishdan oldin ham o'shani 10,000 plus deydigan taraflar 5,000 plus. Demak, metal bor. Yoki o'zi birinchisidan boshlasak, endi ko'plardan, balkim ustozlarimizdan ham ma'lumot sifatida ulashamiz auditoriyaga. Pulga alishtirish, ya'ni forex ma'nosida endi ko'plar nojoiz deyishadi. U narsaga ehtiyotroq bo'lishimiz kerak. Men o'zimdan bu xulosa fikr emas, yaqin ustozlarimiz tomonidan endi ma'lumotga ega bo'lganligimiz uchun. Ikkinchi tarafi Bitcoinlar endi bu riski tarafidan bor. Metal dividend olib kelmaydigan, lekin qiymati o'sadigan. Ya'ni sigir semiradigan holati bor, lekin sut bermaydigan tarafi deyishimiz mumkin. Birjadan olishimiz mumkin bo'lgan qiymatga to же самое sigir semiradigan aksiyalar bor yoki sut beradigan aksiyalar ham bor. Sigirni olgan holatda u semirishi ham bor, sotayotganda u narsa dividenddan berib turadi. Sutdan berib turadi deydigan narsamiz. Siz ko'pincha men endi xulosa qilganim birjada dividend beradiganlar siz bu narsa ham скорее всего auditoriya uchun balkim qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lganligingiz uchun, bu narsani filtrini qila olganligingiz uchun to'g'ri xulosadan kelib chiqib, mana hozir auditoriyaga maksimal bizga ham qadrli bo'ldi, to'g'risi. Qaysi narsalarga tillami, unusigami, bitcoingami, bunisimi deganda sal ma'lumotga ega bo'ldik. Dividendli aksiyalarga ham yo'l bor ekan, qaysi platforma orqali deydigan zaключениyalarni qilib oldik. Hattoki o'zingizdan, tajribangizdan kelib chiqqan holatda O'zbek Invest ham mahalliy kerak bo'lsa adashmasam jahon xalqaro bozorda ham yuritgansiz. U narsalar уже sekin keyingi qismda, ya'ni umid qilamizki, mana ham kompaniyalarni stakeholder sifatida yoki aksiyalarni olib, ikkinchi narsa startaplar yoki o'sha stakeholder, ofitsialniy stakeholder nima deganligini ham endi tushuntirib ketasiz. Men hozir terminologiyani ishlatib olmaymiz. Umid qilamizki, auditoriyaga qiyin bo'lmaydi. Mulklar bo'yicha. Mulklarni ham ma'lumotini bitta razbor qilib olsak yaxshi bo'lardi. Endi o'zingiz bilan mana ko'plab suhbat qilganmiz. Har xil misollarni, keyslarni, masalan, zaryadkadan boshlab, zaryadka u ham sut beradigan, ham semiradiganmi, yo'qmi? Скорее всего, elektromobilga kiryapti, zaryad qilib semiradi. Yoki tasvisionlar ham ko'pincha investorlar uchun deyishadi. Nedvishkalar yoki masalan mashinalarni ham dedik. Скорее всего, mashinani haydash maqsadida olsanglar, u boshqa narsa, A nuqtadan B nuqtagacha, uydan ofisgacha bor. Lekin ikkinchi narsa kimdirlar bilamizki, buni mulk sifatida oladi. Mashina sotib oladi, farqi yo'q, Sparkmi, Nexa'mi, boshqasimi, Gentra'mi, olib haydovchilarga berib qo'yadi.
ishlatganda. Arenda sifatida. O'sha narsalarga endi bir o'tishdan oldin agar yana o'zingizdan zaключениyalar fikrlar bo'lsa. Xulosa qilib aytganimda qaysi aktivlarga investitsiya kirgizish kerak, qaysi moliyaviy instrumentlarga deb so'ralganida men aksiyalarni birinchi deb aytgan bo'lardim. Va aksiyalarni haligi sherigi ko'chmas mulk bo'lishi kerak deb o'ylayman. U balansda bo'lishi kerak. Qancha masalan portfolioyingizni 60%, 70% aksiya bo'lsa, 30%, 20% deyli ko'chmas mulk bo'lishi kerak. Chunki u haligi riski juda kam. Aksiyalarda masalan katta kompaniyalar bankrot bo'lishi ham mumkin. O'shalarni oldini olish uchun ham bu yordam beradi. Va undan tashqari biznes. Mana shu bizneslarga pul tikish kerak. Bu IT startaplar bo'ladimi, bu o'sha private equity bo'ladimi? Shu 3 ta narsa, ya'ni aksiyalar, haligi bizneslarga pul tikish va ko'chmas mulk bu sizni har doim inflyatsiyadan qutqarib qoladi. Va har doim sizga farovonligingizni ta'minlab beradigan yo'nalishlar bu. Masalan, ko'p ko'rganman, odamlar yoshligidan pul jamg'armaydi va uni sarmoya qilmaydi. Bir holatni aytib beraman. O'qishga qatnab yurgan paytimda Buyuk Ipak yo'li metrosidan tushib, Xalqlar do'stligidan chiqardim. Ertalab voqli metroga kelsam, 7:30da o'qishga ketayotganimda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qiganman, adashmasam bu 2009-yildagi holatlar. O'shanda metroga tushayotganimda bir ayolni, yosh katta pensioner ayolni qo'llarida qovoq olib, olinglar deb yurganlarini ko'rganman. Ertalab 7:30da edi. Biza o'qishlarni bitirib, kunlik o'qishni bitirib 4:30-5larda qaytayotganimizda chiqsam, o'sha ayol hali ham shu sovuqda ko'chada yuribdilar. Qovoqni hali ham sotyaptilar. Ular shu kardonga qo'ygan qovoqlarini hajmi kamaymagan edi. Ya'ni bu har bitta pensionerlik holati shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni agar biza bugundan boshlamasak buni, bizani agar pensiyaga yashaymiz deb o'ylaydigan bo'lsak, juda ham katta aholimizning juda ham katta qismini deylik holati agar hech kim ularga yordam bermasa shunaqa bo'lishi mumkin. Shu uchun men yoshlarimizga aytardim, haligi entuziazm bilan investitsiya faoliyatini o'rganish kerak, chunki bu na bog'chada, na maktabda, na universitetda o'rgatilmaydi. Ko'proq ota-onalar ham buni o'rgatib, farzandlariga ham o'qitishlarini va maslahat bergan bo'lardim. Zo'r. Boshlanishga bazaviy ta'limdan boshlab, o'zingiz aytgandek, otamiz shunaqa deb o'rgatganlar deb aytdingiz, yaxshi bir insaytlar bo'ldi. Ya'ni bo'lajak farzandli bo'lmoqchi bo'lgan odamlarga, o'sha farzandi bor, masalan deylik, ular yoshliklarini aytdilar, men o'ylashimcha 7, 8, 9, 10 yoshdir balkim. O'shanaqa yoshdan o'sha o'rgatib, pul mana bunaqa narsa. Ya'ni esingizda bo'lsa, anaqada bo'lardi. Biz o'yinlarimizni yoshlikdan o'rgatish, o'ynaymiz cash flowlarni yosh bolalarga o'rgatishning sababi nima? U yerda pul nimaligini tushuntirish. Bu narsa juda ham muhim degan holatda kitob maslahat beraman degandingiz. Shu kitob haqida bir ma'lumot bersangiz, hammamizga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Va albatta birinchi navbatda yoshlarimizga va ota-onalarga men Bodo Sheferni Money ismli kuchuk degan kitobini maslahat bergan bo'lardim. Albatta buni onasi va otasi o'qishlari, aka-ukalar hamma birga o'qish kerak. Ana o'sha yerda pul qanaqa ishlab topish mumkin va u pullarni qanaqa to'g'ri joylashtirish mumkin, samarali joylashtirish bo'yicha haligi storytelling yo'nalishi orqali yetilgan. O'sha kitobni обязательно hamma o'qish kerak. Men shunaqa bir vaziyat bo'lgan. Biza do'stlarimiz bilan choyxonada o'tirganimizda men adashmasam yo 13 ta yo 14 ta kopiyasini olib borib hammaligiga tarqatganman. O'shanda ular uyiga olib borib o'qishganida nafaqat ularning farzandlari, balki jiyanlari ham o'qib, yana bitta holat bo'lgan. Shu bir do'stimizni katta korxonasi bor. Jiyani o'qib, shu kitobdan haligi ta'sirlanib, "Tog'a, men ishxonangizga borib ishlayman, siz menga pul to'laysiz" deganda, shu men bitta bergan kitobim kichkina bolaga shunaqa ta'sir qilgandan xursand bo'lganman. O'sha uchun meni maslahatim обязательно shu kitobni o'qish. Meni shaxsan deylik qarashlarimni o'zgartirishga ta'sir qilgan kitob bu Vavilonning eng boy odami. O'sha kitob meni juda ham qattiq o'zgartirgan. O'zi asosan ikkita kitob o'qishadi. Думай и богатей и самый богатый человек Vaviloniy. Думай и богатей menga unaqa qattiq ta'sir qila olmagan. Lekin Vavilonning eng boy odami kitobi
bugungi kundagi Bahrom bo'lishiga ta'sir qilgan kitoblardan biri deb hisoblayman. Demak, ikkalasidan bitta kitobni tanlasangiz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Juda ham yoshlarimizga yoki ota-onalarimizga Mani ismli kuchukni o'qishlarini maslahat beraman. Bodo Shefer juda kuchli o'zi spetsialist, ekspert hisoblanadi moliyaviy savodxonlik bo'yicha. Unda meni bitta taklifim bor. Okay. Shu anundan chiqib. To challenge deydi. Challenge amayli. Shu suhbatimizni endi ko'plarga manfaatli bo'lsin deb niyat qilganmiz. Shu o'zida mana hozir zo'r tavsiya kitoblar, chunki ko'plarga bir yaxshiligi sababchi bo'ladi. Bu narsani juda ko'plab ustozlarimiz ham aytishadi. Bu narsani agar ma'qul desangiz, xo'p desangiz, shu auditoriyamizda yaxshi prosmotr bo'lganda eng zo'r kommentariyalar yokida mana shu videomizni bo'lim qilib, ana nimadirda otrezkalar, vырезкалар qilib, kolbaskalar deyishadi bizning ustoz. O'sha narsani yokida eng zo'r savol bo'lsa ham bir muhokama bo'linadigan ma'lumotlarni kommentariyada eng aktiv bo'lganlarga o'zingiz tanlagan holatda bu narsadan Ibrohim o'zimizda tashkilotchilardan yordam berishadi. Albatta. Eng zo'riga o'zingiz bittasini tanlaysiz, ularga bir sovg'a ilinsak, mana shu kitobingizni. Xo'p, albatta bitta emas, 10 kishiga ham berishga tayyormiz. Ta'sir qilib ularni o'zgartirsa, o'sha bizning yutug'imiz bo'ladi. Bo'ldi, eng zo'r kommentariy. Hozir va'dani kamroq qilaylik, bitta odam. Bo'lsa yaxshiroq harakatini qilishsa. Ko'payib ketsa 10 taga berar ekanmiz-da. Bu investorlik haqida suhbatimiz ko'plarga manfaatli bo'lishi uchun, chunki kommentariyalar yoki yana layklar, dizlayklar qo'ysanglar ham bu ommaga ko'proq yetib borishiga sababchi bo'linar ekan, auditoriya tarafdan bir katta hissa bo'ladi. Biz uchun ham qadrli bo'ladi. Shu joyida endi albattaga foydalanib olmasa ham bo'lmaydi. Bahrom aka, o'zingizga ham bu suhbatni oxirida ilinmoqchi edik. My Life Planner ustozi Husan aka Mamasayevni o'zingiz yaxshi bilasiz. Ularning eng eksklyuzivniy loyihalaridan biri. Bu yilga hozir уже 1000 taga yaqin inson bu narsani ilmini olyapti. Bu kitob eksklyuziv Amerikadan o'zlari senator shaxsan sovg'a qilgan. Hozirda 23 yildan beri Husan akani o'zlari ishlatib, rivojlantirib, shu narsani aholiga ham ilm olishiga sabab bo'lish uchun bir loyiha sifatida olib borilyapti. Bu narsani o'zi kitobi sotuvda yo'q. Asl holat eksklyuzivnisi sotuvda yo'q. Bu narsani faqat kursga kelganlar faqat ularga bonus qilyapti. Kompliment. Bu narsani o'zingizga ham bir hadya sifatida niyat qilganmiz. Juda katta rahmat. Bu qo'yasiz. Albatta, katta rahmat. Bu kurs davomiy bo'lsin. Men maslahat bergan bo'lardim. Aholilarimizni juda ham katta qismi u shaharmi, qishloqlarda turadigan обязательно imkoniyatlari darajasida yo'q onlayn, yo'q offlayn kurslarga kelib o'rganishsin. Chunki bu bilimlar na maktabda, na bog'chada, na universitetda, даже bir xil vaziyatlarda oilalarda ham o'rgatilmaydi. Bu narsa har doim haligi hayotingizni 10-15 yillarni qisqartirishga yordam beradi. Bir gap bor, nima deydi, o'qimishlik va boy ota-ona farzandlari umrini 10-15 yilga qisqartirishi mumkin, to'g'ri maslahatlar berib. O'sha uchun bu My Life Planner haligi strategiyasi yozilgan hujjatni va o'sha kurslarni men maslahat bergan bo'lardim hammaga o'qishga. Bu narsa umid qilamizki, xayrliga o'zingizga ham manfaatli bo'ladi. Farzandingizga ham ayniqsa. Mana Mani или azbuka denik dedingiz, o'sha kitob ham bu o'sha yoshlikdan yig'ilgan narsani, bu narsani endi ustozlar shaxsan endi o'zimizga ham shu ketma-ketlikda tushuntirishadi. U yoq ichida shaxsiy hayot, oilaviy hayot va pul hayoti bor. Ya'ni pulni ham ko'paytirish, nima yig'ib, uni ko'paytirishga berilgan manfaatli ilmlar ham bor. Bu o'zingizlarning ham oilaga, farzandlarga manfaatli bo'ladi deb umid qilamiz. Hali nima suhbatimiz tugamagan edi, lekin уже tugalishiga yaqinlashyapti. Eng qiziq taraflari qoldi. Bu startaplar bo'yicha Doniyor aka, o'zingizdagi savol. Xo'p, stoklarni gaplashdik, tushundik. Ya'ni long term, short termlarni juda ham yaxshi tushuntirib berdingiz. Ya'ni forexda kriptovalyutalar qanaqa darajada riskovanligini ham tushuntirgan holatda. Endi menimcha hammaga qiziq bo'ladigan temalardan startaplar bo'yicha boshida aytib o'tdingiz, 10 dan ortiq startaplarga biz investitsiya kiritganmiz. Ya'ni bu narsani angel investor deydi. Ko'p bizda hali bunaqa mashhur bo'lmagan so'zlardan biri. Chunki bizda traditsion investorlar bilan ko'p odam haligacha ishlab keladi. O'shanga hozirgi paytdagi savol, aktualniy savollardan biri, hozirgi kunda qanday loyihalarga angel investorlar qiziqishyapti va pul tikishmoqda va qaysi sohalarga pul tikkan yaxshi deb bilasiz, как investor sifatida. Shu mavzuni bir gapirib bersangiz, hammaga manfaatli bo'ladi. Angel investor odatda o'z sarmoyasini, pul mablag'larini bizlarning oxirgi kuzatuvlarimiz bo'yicha ko'proq IT startaplarga kirgizadi.
Endi hozir O'zbekistonda yoki rivojlanayotgan davlatlarda eng trenddagi bo'lgan soha bu fintech, e-commerce yoki mobility, o'sha delivery deydi yoki carpooling, car sharing platformalar. Mana shu yo'nalishlar yoki искусственный intellekt yoki haligi biznes proseslarni avtomatizatsiya qilish sohasidagi startaplar bu eng katta traction, ya'ni eng katta mijozlarni tez yig'ishni imkoniyatini beryapti. O'sha uchun ham ko'p biznes angellar yoki venture capital firm deydi, korxonalar shu loyihalarga haligi yaqindan e'tibor berib qarashadi. O'sha mani portfoliyomda ham sezgan bo'lsangiz, birinchi boya aytganimdek loyiha fintech sohasidan bo'lgan. Keyin artificial intelligence'da o'sha Tasvision bor. EdTech platformada Bambini degan platformamiz bor. Mobility'da OneWay degan carpooling taksi platformasi bor. Bir qancha shunaqa loyihalar bor. O'shalarga investitsiya kirgizganman. Yana shuni alohida aytishim kerak. Boya aytdim, kriptovalyuta juda riskovanный aktiv degandim. Startaplar ham xuddi shunaqa juda ham riskovanный hisoblanadi. Chunki odatda startaplarni founderi, ya'ni o'sha основательlari bu yoshlar, tajribasi yo'q odamlar bo'ladi va ular bozorga chiqqanda juda ham katta haligi tajribasizlikdan yoki konkurensiyadan biznes modellari tez sinishi mumkin. Va o'sha uchun startaplarni ham men juda ham riski katta deb hisoblayman. Va startaplar dunyodagi yagona investitsiyani haligi tikilgan investitsiyadan qaytadigan daromadda eng katta показательlarni beradi. Ya'ni inglizchalab aytganda this is only asset that can give you extraordinary profit with small initial capital. Ya'ni juda ham kichkina investitsiyalar bilan birga siz juda ham katta daromad olishingiz mumkin. O'sha hozir mana biz ishlatamiz WhatsApp yoki biz ishlatamiz Facebook, bular hammasi Amerikada asos solingan. Nima ularni birlashtiradi? Bularni hammasini venture investorlar birlashtiradi. Shu hamma loyihalarni o'sha boya aytganimdek yoshlarni, ijodkor yoshlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Men xavfdan qo'rqmaydigan sarmoyadorman deb aytganimdek, u yerlar ham 100 ming tikkan, masalan, Facebookga yoki o'sha Uberga 6-8 yil ichida ularni o'sha olgan daromadi 15 ming baravar dohodga olib kelgan. 100 ming dollar tikib 1 milliard yoki 1,5 milliard dollarga olib chiqishgan. Mana bu o'sha, lekin bunaqa keyslar juda ham kam, qo'lda sanaladigan. Lekin mana O'zbekistondagi ham eng katta loyihalarni ko'rdik. Mana o'sha PayMe juda ham yaxshi sotildi, yoki Express 24 yoki boshqa loyihalar. Bular hammasi IT startaplar va hammasi juda ham yaxshi daromad olib kelgan. Hozirgi kunda daromad olib kelyapti. Shu bitta o'sha PayMe agar alohida bank bo'lganda davlat banklarini qanchalik u challenge qilib tashirdi, qiynab tashirdi. Kichkinagina startap, u jamoasi kichkina bo'lishi mumkin. Bilasizmi, yo'qmi? Bir xil startaplar bor, unicorn bo'lgan, 9 kishi ishlaydi. 9 kishilik unicorn startap. 9 kishilik unicorn haligi bozor bahosi 1 milliard dollardan ko'p. Shunaqa loyihalar bor. Ya'ni demoqchimanki, o'sha 9 kishi bilan siz dunyoni o'zgartiradigan haligi loyihalar amalga oshirishingiz mumkin. Banklarda o'zingiz bilasiz, davlat banklarida 5 ming, 25 mingtalab odam ishlaydi. O'shandan ham kelib chiqsa bo'ladi. Odam sonini ko'paytirishga yo'li challenge qo'yishadi. Shunaqa. Challenge maqsadi boshqacharoq deymiz. Startap bu juda yuqori daromad berishi mumkin, startaplarga investitsiya kirgizgandan keyin. Lekin shu bilan birga esimizdan chiqarish kerak emas, riski ham bor. Miqdori, mana shuni ham bitta aytib ketsangiz, qanaqa summa kirish? O'zi biznes angellar O'zbekiston va mana shu O'rta Osiyo mamlakatlaridagi o'rtacha o'sha chek narxi 5 mingdan deylik shu 25 ming dollargacha bo'ladi. Bitta biznes angel bitta startapga pul tikib, men o'zimni biznes angelman deyishi maqsadga muvofiq emas, chunki odatda statistika bo'yicha aytiladi, 10 ta loyihadan deylik 6 tasi eng kamida
haligi Fail? mo'ljallagan rejasiga erisha olmay fail bo'ladi. Fail bo'ladi. Ha. O'sha uchun bitta loyihaga tikib qo'ysangiz, bitta loyiha kuyishi mumkin. O'sha uchun 3-4 yil ichida 20-30 ta loyihaga investitsiya kirgizishga ulgursangiz, o'shanda deyli ikkita yoki bittasidan exit daromad olib chiqqaningizda sizni hamma qilgan loyihalaringizni qoplab, yana qo'shimcha daromad berishi mumkin. Shu buni boshqa aktivlardan nisbatan haligi farqi shunda hisoblanadi. Endi oxirida eng qiziq anaqa savol qoladi. Nech pullik o'zingizda hozir fikringizcha yoki o'sha hisoblagan bo'lsangiz, aniq statistika bo'lsa, konkretni nech pullik hozir investitsiya qilgansiz? Hozir qancha investitsiya qilganimni aytsam, baribir yillar davomida har xil sifralar chiqadi, lekin nimani ayta olaman? Men investitsiya qilgan loyihalarni bozordagi haligi narxi, qiymati, valuationi $1 million dan oshgan. Bu degani, lekin bugungi kunda kimdir menga $1 million ko'tarib shu loyihalaringni sotgin degani emas. Lekin bozordagi narxi bularni shunaqa. Bu narx qatdan shakllanadi. Masalan, Iman Investga investitsiya kirgizgan paytimizda juda ham oldin kirgizganmiz. Adashmasam 5 milliondan past edi bahosi. $5 million past bo'lgan bahosi, loyihani bahosi. Valuation. Bugungi kunda Iman Invest kompaniyasi hozir $40-50 million bahoda yangi pullar ko'taryapti. 8 barobar ko'tarilgan. Taxminan shunaqa desa bo'ladi. Endi men hali exit qilmaganligim uchun buni haligi success story deyish hali to'laqonlik mumkin emas. Bundan exit qilgandan keyin buni aytib o'tsa demak hali exit qilgan loyihamiz yo'q demak. Bugungi kunda exit qilgan loyiham yo'q. Yo'q, o'sha paytda Imanga nechaga kirgansiz? Nech pul bilan? 5 ta sifralik summa bilan kirganman. O'shanda kirganman, eng birinchi investorlaridan bo'lganman va o'zimni birinchi investitsiyalarimdan biri hisoblanadi. Nobodagi Imanda bu investor bo'lib kirganlari bu stokka emas, ya'ni hozirgi o'xshagan ichiga pul tashlash emas, skladga emas. Korxona egasi, stakeholder, ya'ni bitta terminologiya. Endi montajyorlarimiz agar eplab bera olsa, stakeholder nimaligini iltimos qilamiz, qo'yib berishga. Qo'yib beramiz. Zo'r. Bu ham masalan stakeholder deyiladi, ya'ni kompaniyaning ulushiga ega bo'lgan holati. Zo'r. Menimcha hozir уже to'g'risi suhbat juda zo'r ketyapti, maza qilamiz. Kommentariyalarni o'qigan holatda, kommentariyalar bilan aytmagan narsamiz bo'lishi mumkin, balkim noto'g'ri aytib qo'yganmiz. Biz noto'g'ri aytgan bo'lishimiz ham mumkin. Bu katta ehtimol bilan shunaqa bo'lishi ham mumkin. Biz ya'ni bu aytayotgan gaplarimiz qanaqadir sizlar uchun qonun degan joy yo'q. Ya'ni ekspert odamni sizlar uchun bir guide sifatida olib chiqilyapti. Bizga ham qiziqtirgan savollarni, masalan, Ulug'bek aka o'zimizga uchun ochdik. O'zimizga uchun ochdik. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi degan umidda ochganmiz. Bugungi ko'rsatuvdagi aytib o'tgan, masalan, bo'lishgan fikrlarim bu moliyaviy maslahatlar emas. Albatta har bitta odam o'zi qaror qabul qilish kerak, buni hisoblash kerak. O'shani hisobga olishlarini so'ragan bo'lardim. Undan tashqari ruxsat bersangiz aytib ketmoqchi edim. Menda bir Telegram kanal bor. O'sha Telegram kanalda startup founderlari, investorlari, moliyaviy savodxonlikni oshirmoqchi bo'lgan odamlar uchun men postlar qilaman. Bir checklist qilganman. 10 mingdan ko'p odam uni ko'chirib o'qigan. Undan tashqari agar loyiha egalari, founderlar bo'lsa, ular o'sha tarmoqlar orqali men bilan bog'lanib, o'z pitch-deklarini jo'natishlari mumkin. O'sha pitch-deklarni o'rganib chiqib, o'sha loyihalarga sarmoya kiritish masalasini o'rganib turishga tayyorligimni bildirmoqchiman. Zo'r, yaxshi imkoniyat mana. Loyihasi bor odamlarga, startup bor odamlarga men o'z savol bermoqchi edim. Angel investorlarga qanaqa aloqaga chiqamiz demoqchi edim. Siz bilgandek mana javob berib qo'ydingiz. Nobodagi keyin balkim yana chiqarib berishani, Telegramdagi nikini agar hozir aytib olsangiz ham menimcha manfaatli bo'ladi. Bahrom deb yoziladi. B A X R O M tagida chiziqcha CEO, ya'ni Chief Executive Officer degandek. O'sha yerda Instagramda ham bor, Telegramda ham bor. Atilab o'zbek tilida qiyin bo'lsa ham chiroyli qilib adabiy tilda yozishga harakat qilyapman. Chunki meni asosiy missiyam, asosiy xohishim bizani O'zbekistonda yashovchi, o'zbek tilida gaplashuvchi nositellarga imенно moliyaviy savodxonlikni oshirish bo'yicha bilimlar ulashish. Xayrli bo'lsin. Biz mazza qildik, Bahrom aka. Rahmat. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Suhbat juda maroqli bo'ldi. Umid qilamizki, bizga ochiq oydin manfaatli bo'ldi. O'zimizdan savollar, o'zimizga o'ylagan savollarga javob oldik.
umid qilamizki, bu narsani auditoriyaga to'g'ri maqsadda, to'g'ri niyatda ulashdik. Qolganligi ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Ko'plab terminologiyalar, rus tili, ingliz tili so'zlar ishlatilgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Kechirib Ochiq suhbat, o'shaning uchun umid qilamizki, keyingi suhbatlarda ham bundanda zo'rroq bir ma'lumotlarni yoki suhbatlarni qurib, yanada ulashga harakat qilamiz. Yana bir bora kattakon rahmat. rahmat sizlarga. Rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sog' Salomat bo'lsin. bo'linglar, xayrli va barakali bo'lsin. Rahmat kattakon. Katta rahmat. Charchamanglar. Rahmat.